Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan bugungi 4-mavzuni iqtisodiyot kafedrasi katta o'qituvchisi Qobulova Mahbuba Yakubovna olib boradi. Bugungi mavzuyimiz ish haqi va mehnat munosabatlari, agrar munosabatlar va agrobiznes mavzusi hisoblanadi. Mavzuni xususiyatidan kelib chiqib bir qancha rejalar asosida mustahkamlaymiz. Bugungi mavzuyimiz ham oldingi mavzular kabi dolzarb hisoblanadi. Dolzarb mavzularni o'rganishda, ya'ni O'zbekistonni rivojlantirish uchun agrar soha ko'proq o'zini hissasini qo'shadi. Shuning uchun agrar sohaga ko'proq urg'u berib, shu agrar sohani o'rganishga, agrar sohani tushunishga, ya'ni agrar sohadagi bo'layotgan o'zgarishlarga e'tiborni qaratamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz ish haqi, mehnat munosabatlari, agrar munosabatlar va agrobiznes. Mustahkamlash uchun 3 ta reja berilgan. Agrar munosabatlar va xususiyatlari nimalardan iborat? Yerga egalik qilish, tasarruf etish va undan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan munosabatlar agrar munosabatlar deb ataladi. Ya'ni yerning hosil berish qobiliyatiga tuproq unumdorligi deyiladi. Tuproq unumdorligi bizga ma'lumki, bir qancha turlardan iborat unumdorliklar mavjud. Ya'ni yerning tabiiy unumdorligi bizga tabiat tomonidan berilgan unumdorlik, ya'ni tabiat bergan mahsuli hisoblanadi. Yerning iqtisodiy unumdorligi esa inson omili uni tabiat bergan mahsulni, ya'ni tabiiy resurslar bo'lgan yerni asosiy vositasi bo'lgan yerni unumdorligini oshirishga o'zini hissasini qo'shib, sun'iy yordam berish, ya'ni inson omili sun'iy tomonidan yordam berish, ya'ni unumdorligini oshirib borishga sun'iy unumdorlik deb ataladi. Bularni birlashuvi natijasida, ya'ni tabiiy unumdorlik bilan sun'iy unumdorligi yig'indisi natijasida iqtisodiy unumdorlik vujudga keladi. Bu jarayonda mehnat munosabatlarida albatta ishlab chiqarish omillariga to'xtalishimiz kerak. Ishlab chiqarish omillari va mehnat resurslari bu nimalardan iborat? Ishlab chiqarish omillari 4 ta omildan iborat. Ya'ni bu ishlab chiqarish omillari vujudga kelar ekan, bu ishlab chiqarish omillari harakatga kelar ekan, ishlab chiqarish jarayoni to'xtamaydi. Demak, bu omillar qaysilardan iborat? Tabiiy resurslar biz bilamizki, tabiat tomonidan berilgan bizga inom, ya'ni yer resursi, suv resursi, yer osti boyliklari, demak, bular tabiat tomonidan berilgan in'omlar. Ikkinchisi kapital. Kapital egasiga qiymat keltiruvchi vosita hisoblanadi. Ya'ni qaysi vositalar orqali? Asosiy va aylanma vositalar orqali qiymat keltiradi, egasiga foyda keltiradi. Demak, bu bevosita, asosiy va aylanma vositalar. Va uchinchi, mehnat resurslari. Mehnat resurslari, ya'ni Mehnat kodeksida keltirib o'tilganidek, o'zlarini tarkibidan iborat bo'lgan mehnat resurslari, demak, ishlab chiqarish omillarining asosi hisoblanadi. Ya'ni mehnat kodeksida 16 yoshga to'lgan o'smirlar, 16 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan ayollar, 16 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan erkaklar va nafaqadagi aqliy va jismoniy mehnatga yaroqli bo'lgan qatlam ham mehnat resurslari deb ataladi. Demak, bu mehnat resurslari O'zbekistonni va boshqa davlatlarni ham mehnat resurslari unga ishongan, ya'ni O'zbekistonda o'sha mehnat resurslari asosan poydevor hisoblanadi. Va 4-inchisi tadbirkorlik faoliyati, ishbilarmonlik qobiliyati hisoblanadi. Bu jarayonda tadbirkorlik faoliyati o'zini iqtisodiy jarayonlarni vujudga keltirishdan tashqari bevosita shu jarayonni boshqarishni qanday amalga oshirish jarayonlarini, qanday amalga oshirishda o'zini yo'lini tutish jarayonlarini amalga oshirish ahamiyati katta hisoblanadi. O'zi qishloq xo'jaligi nima? Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti o'zi nimani o'rgatadi? Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti, ya'ni agrar munosabatlarni shakllantirishni o'rgatadi. Ya'ni cheklangan tabiiy resurslar bilan, tabiiy resurslarni aytib o'tdim.
qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan cheksiz ehtiyojlarimizni qondirish jarayonidagi munosabatlarni umumiqtisodiy qonunlarga namoyon bo'lishi, ularni samarali harakat etishi va ulardan ongli foydalanib yo'llarni o'rganuvchi fan sifatida qaraladi. Bu jarayonda bevosita qonun qoidaga, umumiqtisodiy qonunlarga tayanib deyapti. Ya'ni cheksiz ehtiyojlarni, cheklangan resurslardan unumli foydalangan holatda qonunlarga asoslanib, ya'ni qonunlardan chetga chiqmagan holatda to'g'ri foydalanish jarayonlarini o'rganadi, ya'ni bu munosabatlarni shakllantiradi. Birinchi shu agrosanoat munosabatlarida agrosanoat majmuasini o'z ichiga 4 ta sohani oladi. Ya'ni agrosanoat munosabatlarida bu 4 ta soha o'zini ishlab chiqarish jarayonlariga o'zini shakllantirishiga hissasini qo'shadi. Ya'ni qishloq xo'jaligining asosiy vazifasi mamlakat aholisiga, hozirgi kunda 38 milliondan ortgan mamlakat aholisiga sifatli oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib beradi va sanoatga esa xomashyo yetishtirib beradi. Ya'ni bu jarayonda bu 4 ta soha o'zini xizmatini ko'rsatadi. Birinchisi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish vositalarini yetkazib beruvchi sanoat sohasi, ikkinchisi qishloq xo'jaligi, uchinchisi qishloq xo'jaligi mahsulotlarini iste'molchilarga yetkazib beruvchi tarmoqlar, ya'ni yetkazib beruvchi tarmoqlar biz bilamizki, qayta ishlash, qadoqlash, tayyorlash, saqlash va iste'molchilarga yetkazib berish sohasi hisoblanadi. Sotishgacha bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga oluvchi 3-chi soha hisoblanadi. 4-chi soha esa bozor infratuzilmasi tizimiga tegishli bo'lgan tarmoqlar. Ya'ni bozor infratuzilmasiga tegishli bo'lgan sohalarni ikkiga ajratamiz. Ya'ni ishlab chiqarish infratuzilmasi va ijtimoiy infratuzilmaga bo'lamiz. Bu infratuzilmalar o'zini xizmatini ishlab chiqarishga bevosita shu sifatli oziq-ovqat, qishloq xo'jaligida sifatli oziq-ovqat mahsulotini yetishtirish uchun o'zini mahsulotni qanchalik miqdorini ko'paytirishga o'zini xizmatini ko'rsatuvchi barcha sohalar, demak, ishlab chiqarish infratuzilmasi deb ataladi. Lekin ularga xizmatini ko'rsatuvchi inson omilini, yashash sharoitini yaxshilash uchun xizmat ko'rsatuvchi korxonalar esa ijtimoiy infratuzilma deb ataladi. Ya'ni o'sha mahsulotni sifatli yetishtirish uchun o'zini xizmatini ko'rsatuvchi inson omilini, yashash sharoitini yaxshilashga bevosita xizmatini ko'rsatadi. Bu jarayonlarda o'zini shu 38 milliondan ziyod bo'lgan aholiga sifatli oziq-ovqat mahsulotini yetishtirib berishda agrobiznes va agrar munosabatdagi, ya'ni qishloq xo'jaligidagi korxonalarni o'zini hissasini katta qo'shib bormoqda. Ya'ni mehnat resurslari asosan qishloqlarda, qishloq xo'jaligi korxonalarida ishlab borilmoqda. Ya'ni 49-50%ni, ya'ni mehnat resurslarini O'zbekiston bo'yicha mehnat resurslari umumiy aholini 60%ni tashkil qilsa, qishloqlarda shu aholini 49-50%, demak qishloq xo'jalik korxonalarida mahsulot, ya'ni sifatli oziq-ovqat mahsuloti yetishtirishga xizmatini ko'rsatib bormoqda. Ikkinchi rejamiz agrar islohotlarni chuqurlashtirish bosqichlari. Bu jarayonda agrar sohadagi islohotlarni chuqurlashtirish bosqichlarini 3 ga bo'lamiz. Demak, birinchi mustaqillik yillarida 1991-97 yillarni o'z ichiga olib, birinchi bosqichida eski tizimdan voz kechmagan holatda sekin astalik bilan o'sha tizimni siqib chiqarishga qaratilgan birinchi bosqichida xo'jalik yuritishni 10dan oshiq xo'jalik yuritish shakllari bilan ish olib borganmiz. Lekin ikkinchi bosqichida 1998-yil bilan 2000-yillar o'rtasida o'zimizga mos bo'lgan xo'jalik yuritish shakllarini olib qolganmiz. Bular fermer xo'jaligi, dehqon xo'jaligi va shirkat xo'jaliklari edi. Vaholanki bu jarayonda ham kerakli miqdordagi foydani ola olmadik. Ya'ni ijobiy natijalarni bu darajada yuqoriga ko'tara olmadik.
Shuning natijasida agrar islohotlarni chuqurlashtirishning 3-bosqichiga o'tdik. Demak, 3-bosqich 2001-yildan boshlab bitta xo'jalik yuritish shaklini olib borish maqsad qilib bo'ldi. Maqsad qilib qo'ydik. Demak, bu maqsaddan chuqurlashtirish bosqichlarida agrar sohada fermer xo'jaligi yuritish shaklini olib qoldik. Kelajakda fermer xo'jaligini yagona shaklga aylantirish maqsadimiz bo'ldi. Demak, 2001-yildan boshlab shu fermer xo'jaligiga qaratilgan qonunlar, bunga qaratilgan qarorlar, farmonlar o'zgarishlari amalga oshirildi. Bunga bor e'tiborimizni, qishloq xo'jaligiga qaratilgan bor e'tiborimizni qaratdik. Ya'ni agrar islohotlarni rivojlantirishni asosiy me'yorini shu 3-bosqichda ko'rib boshladik. Bu jarayonlarda mana taraqqiyot strategiyasi, ya'ni 17-yilda O'zbekistonni yanada rivojlantirish taraqqiyot strategiyasida keltirib o'tilgan 3-bandida agrar sohadagi islohotlarga e'tibor berilgan. Bu jarayonda fermerlarni ko'p tarmoqli fermerlarga aylantirish vazifasi yuklatilgan. Ya'ni ular to'g'risidagi dasturlar ishlab chiqilgan, bevosita ko'p tarmoqli fermerlarga aylantirilsa, ko'proq ijobiy natijalarga erishamiz degan maqsadni oldimizga qo'yganmiz. Shuning uchun keyinchalik 2019-yillarga kelib fermer xo'jaliklari asosan klasterlarga aylanib borilyapti. Klasterlarda mahsulotni to yetishtirib, to mahsulot bo'lgungacha qadar o'z ishlarini amalga oshiryapti. Ya'ni bevosita shu boshidan oxirigacha zanjir sifatida tayyor mahsulot bo'lib chiqargungacha o'zini xizmatini ko'rsatishyapti, klasterlar amalga oshiryapti. Ishlab chiqarish fondlarining tarkibi, ya'ni kapitalda asosiy va aylanma vositalar shakllantiradi deganidim. Demak, asosiy va aylanma vositalar bevosita qiymat ko'rinishi asosiy fondlarga va aylanma fondlarga aylanadi. Asosiy fondlar ishlab chiqarish jarayonida bir necha bor qatnashadi. Sekin-astalik bilan o'zini qiymatini sekin-astalik bilan yo'qotib boradi. Demak, bevosita ishlab chiqarish jarayonida sekin-astalik bilan kirib boradi. Aylanma fondlar esa, ya'ni aylanma vositalardan shakllanadi. Aylanma vositalar esa bir ishlab chiqarish jarayonida o'zini ko'rinishini mahsulotga o'tkazib yuboradi. Yerdan foydalanish samaradorligini oshirish, ya'ni agrar sohadagi asosiy vosita hisoblanadi. Ya'ni yer asosiy vosita hisoblanadi. Yerdan qanchalik unumli foydalanar ekanmiz, shunchalik qishloq xo'jaligimiz rivojlanib boradi. Yerdan foydalanish samaradorligida bir qancha ko'rsatkichlar mavjud bo'lib, 1 gektar ekin maydonidan olinadigan hosil miqdorida ko'rinishi mumkin, 1 gektar ekin maydoni hisobiga to'g'ri keladigan yalpi mahsulot qiymatida ko'rinishi mumkin, 1 gektar ekin maydoni hisobiga to'g'ri keladigan xarajatlar miqdorida ko'rinishi mumkin, 1 gektar ekin maydoni hisobiga olingan foyda miqdorida ko'rishi mumkin. Demak, yerdan qanchalik foydalanayotganligimiz, ya'ni samaradorligini qanchalik yuqoriga ko'tarayotganligimiz, demak, bu ko'rsatkichlar orqali aniqlanib boradi. Mehnat resurslarini qonuniy asoslari nimalardan iborat? Ya'ni mehnat resurslari huquqiy qonun hisoblanadi. Demak, birinchisi asosiy qonun, konstitutsiya, unga asoslanib mehnat kodeksi ishlab chiqiladi. Mehnat kodeksiga asoslanib aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonunlar ishlab chiqiladi va boshqa qonunlar ham ishlab chiqiladi va 4-chi, bu qonunlarga asoslanib boshqa huquqiy me'yoriy hujjatlar, ya'ni farmonlar, qarorlar, farmoyishlar ishlab chiqiladi. Ya'ni mehnat resurslari inson omilini, inson mehnatini yuzaga chiqaruvchi bevosita qonuniy asoslar hisoblanadi. Ya'ni inson omili qanchalik muhim ahamiyatga egaligi qishloq xo'jaligida ko'rinib turadi. Ya'ni xususiyatlari o'ziga bog'liq bo'lgan ishlab chiqarish jarayonini xizmatini ko'rsatadi. Ishchi kuchi resurslari 2 tur bilan farqlanadi. Ishchi kuchini faol qismi, ya'ni bular
hamisha ishlab borayotganlar, ular ijtimoiy ishlab chiqarishda band bo'lganlar hisoblanadi. Ishchi kuchini potensial qismi esa bevosita ishlab chiqarishdan ajralgan holda o'qiyotganlar, vaqtinchalik uy xo'jalikda band bo'lganlar bilan ajralib turadi. Mamlakatning ishchi kuchi resurslari miqdoriga ta'sir etuvchi omillar asosan aholining tabiiy o'sishi. Hozirgi kunda 38 milliondan ziyod aholimizni o'sish jarayoni tezlashib ketdi. Demak, bu jarayon bevosita mamlakatni ishchi kuchi resurslariga miqdoriga ta'sir etuvchi asosiy omil hisoblanadi. Ishchi kuchini migratsiyasi ham ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni ishchi kuchi migratsiyasi bevosita shu aholini u yerdan bu yerga ko'chib o'tib o'zini xizmatini ko'rsatishi tushuniladi. Ishlab chiqarish infratuzilmasi bir qancha infratuzilmalarni o'z ichiga oladi. Ya'ni bozor iqtisodiyotida bevosita men aytdim, bozor infratuzilmasida ikkita ishlab chiqarish infratuzilmasi va ijtimoiy infratuzilma mavjud dedim. Demak, bu infratuzilmalar o'zini xizmatini ko'rsatib boradi. Endi qishloq xo'jaligida ham mahsulot ishlab chiqarish uchun bir qancha xarajatlar qilib boriladi. Bu xarajatlar shu 54-sonli nizom asosida boshqariladi. Bu nizomga asosan moddiy xarajatlar mahsulotni sifatiga, mahsulotni miqdoriga ta'sir ko'rsatadi, boshqa xarajatlar esa bevosita ularga ta'sir ko'rsatmaydi. Foydani turlari. Foyda bevosita biz bilamizki, foyda daromaddan unga qilingan xarajatlarning chegaralangan qismi bilan ajralib turadi. Mavzuyimizni mustahkamlashda asosiy xulosalarga keladigan bo'lsak, tanlangan kasbingizga ishoning. Bu kasbni tanlashda, ota-onangiz bilan va o'zingizni ichki kechinmalaringiz bilan tanlagansiz. Bu kechinmalar asosida mavzularni, ya'ni fanlarni mustahkam o'zlashtiring. Bu o'zlashtirish natijasida kasbingizni seving. Bu jarayonda hozirdanoq shu kasb bilan yashashni tushunib yurishni boshlang. Kelajakda qanday inson bo'lishingiz bugungi harakatingizga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun bevosita e'tiborsiz bo'lmang, har bir mavzuni kerakli miqdorda o'rganib, tushunib borishga harakat qiling. Bugungi mavzuyimiz ham tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa, marhamat.